33 ming probegida. Voy eshak. G30 kelib qoldi akam. Родной akrasda plug-in versiyada 3 в 1 tok, gibrid, benzinoviy motorda. Benzinda hidab qadi jigar. 2022-yil 9-oy Restyling G30. Aka, mashinadagi bitta ko'rib qo'ymaysizmi? Juda ham go'zalligi bor bu mashinani. Radnoyligiga соответствовать qilyapti. Bir qator tekshiring, men bilmayman. 33 ming probegli 22-yil 9-oy, почти 23 bo'layotgan G30 Restyling otlarda ichida jigar mana bunday ikki объемda twin turbali benzin motorli plug-in versiyada 25 ming dollarga. Nimasi 25 ming deng? Restyling Родной akrasligi 33 ming probegligi 22 9-oyligi va mana bu plug-inligi jigarim. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q bu mashinada. Endi ichlari бесключевой слепой zonalari. Xo'p, lyuklari bor, derivalari bor, память сидения, электрический, плавающий сиденье, коричневый кожаный салон, атаманкалari bilan avtomat EcoSport rejim управления, monitor, dozonli klimat kontrol, обдув podогревlari bor. Elektronli tablo, laboy proyeksiya, multirul, lippistok rul. Probegini qarang, 33 ming probegida. Mana qarang. Voy, mazza qilasiz bu mashinada. 60 ming, 70 ming bo'lguncha ham ancha minasiz. Keyin sotadigan bo'lsangiz ham meni mashinam probegi 60 ming deb sotasiz, родной deb sotasiz. Shtorkalari bor, orqa управление, pechka, abduflar hamma yo'q, podogrevlari qaralgan. Narxini kelishing, bugun 18-may kuni chiqdi. Mashinasini olamiz.